Yaxshi ko'rasanmi yor, meni sevasanmi yor. Har doim erim ishdan qaytayotganlarida uyga nima olay onasi desalar, guruch, yog', makaron, mosh deb etardim. Bu safar o'zgacha usulni, ayollik makrini, hiylani ishga solib, Strawberry House'dan qulupneli shokolad olib keling deb buyurtma berdim. Yana kamiga hozirda trendga aylangan, yangicha ta'm bo'lgan malinaligini ham qo'shib oling dedim. Erim ham yo'q, onasi ro'zg'orga kerakli narsani so'rayapman deydilar. Ro'zg'orga birinchi o'rinda men kerakman. Men sog'lom bo'lsam, men maza qilib yesam, ro'zg'or bo'laveradi. Aytganlarimni olib keling dedim-da. Kelishlarini ko'zim to'rmas 8 bo'lib kutib oldim va nihoyat olib keldilar. Bilasizlarmi nima? Yaqin dugonam maqtaganicha bor ekan. Chunki har gaplashganimizda Strawberry House'ni sveji qulupneli shokoladlarini doim maqtagandi. Ammo ana bo'lsa ishtaham ochildi. O'rtoqlar, malina ustida 2 xil oq va qora belgiyskiy shokoladdan tayyorlangan malinalarni yeb ko'rishingizni tavsiya qilaman. Qulupneli shokoladni bo'lsa buyurtmangizdan so'ng sveji holatda tayyorlashni boshlashadi. Qizlarjonlar, orada yeringlarga shunaqa shirinliklardan zakaz qilishni unutmanglar.